Assalomu alaykum, hurmatli student. Mukammal Telegram bot tuzish kursini davom etamiz. Bugungi darsimizda message handler va command handlerlar bilan ishlashni o'rganamiz. Inshaalloh iogramda start, help, info, mod kabi komandalar yozib ko'ramiz. Bugungi darsimizda va matn, rasm, stiker va boshqa xabar turlariga handlerlar yozishni o'rganamiz. Men main.py faylimizga o'zgartirish kiritdim. Buni noldan tushuntiraman. Ya'ni o'zgarishimiz bor bizda. Oldingi darsimizda ishlatgan main.pyimizda kod boshqacha edi, bundan boshqacha. O'shaning uchun noldan tushuntiraman hozir. Demak, birinchi navbatda asinxronni import qilib olyapmiz. Asinxron Pythonning asinxron async await funksiyalarini ishlatish uchun kerak. Iogram asinxron usulda ishlaydi. Shuning uchun biz asinxron run bilan main funksiyasini ishga tushiramiz. Demak, ikkinchi qatorimizda iogram frameworkidan bot komponentini import qilyapmiz va dispatcher komponentlarini import qilib olyapmiz. Xo'p, bularga ham izoh berib o'taman. Bot komponenti Telegram bilan muloqot qiluvchi obyekt xabar yuborilgan xabarni tekshirish va hokazo ishlatiladi. Demak, dispatcher komponenti xabarni qabul qiladi va mos handlerga uzatadi. Markaziy obyektdir. Demak, parse mod import qilyapmiz. Bu yangi iogramning yangi nimasi paketi. Iogramning yangi funksiyasi to'g'rirog'i. Demak, parse mod bu nima desangiz, parse mod orqali botga yuborilgan xabar qanday formatda yuborish belgilaydi. Bunda HTML yoki Markdown ikkita tanlash imkonimiz bo'ladi. Biz parse mod HTML ishlatamiz. Shunda HTML teglarini Telegram botimizda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, default bot properties bu ham yangi funksiya, iogramning yangi funksiyasi. Buni oldingi darslarimizda ishlatmaganmiz. O'shaning uchun yangi deyapman. Demak, bu nima uchun ishlatiladi desangiz, hozir bunga ham izoh beraman. Xo'sh, bu iogram 3 versiyasida paydo bo'lgan maxsus klass bo'lib, botning standart default xususiyatlarini belgilash uchun ishlatiladi. Xo'p, ikkinchi yangi funksiyamiz, ya'ni iogramdan import qilyapmiz. Yangi funksiya, buni ishlatmaganmiz. Bot command bu Telegram botni start, help kabi buyruqlari yaratish uchun ishlatiladigan obyekt hisoblanadi. Xo'p, demak, memory storage bu nima desangiz, agar kelajakda foydalanuvchi holatini saqlash FSIM kerak bo'lsa, memory storage oddiy in memory xotirada foydalanadi. Kichik loyihalar uchun yetarli bu. Agar katta loyihalar uchun Redis kabi boshqa storage kerak bo'ladi. Biz hozir kichik loyiha bo'lgani uchun bundan foydalanib qo'yapmiz. Demak, from config.py dan bot tokenni import qilyapmiz. Bu haqida o'tgan darsimizda ham gaplashganmiz. Config degan faylimiz bor. Bunda mana bot degan bot token degan o'zgaruvchimiz bor. O'shani import qilyapmiz. Ya'ni bu bot token load, ya'ni .env faylimizdan botning maxfiy tokenini olib beradi va o'sha bot token degan o'zgaruvchiga saqlanyapti. O'shani import qilib olyapmiz. To'g'rirog'i bot tokenni import qilyapmiz. Xo'p, demak,
handlerdan import qilyapmiz. User routerda demak handler papkasida user routerni import qilamiz. Bu bizning foydalanuvchi bilan ishlovchi barcha handlerlarni o'z ichiga oladi. Demak, funksiya yaratyapmiz, asinxron funksiya yaratyapmiz. Shuning uchun async deb boshlayapmiz va dev funksiyamizga nom beryapmiz. Main degan. Xo'p. Asinxron boshlanish nuqtamiz ichida bot va dispetcher yaratiladi, router ulanadi va polling boshlanadi. Bot degan o'zgaruvchi yaratyapmiz va bot komponentini ishlatyapmiz. Shu yerda bot komponentini import qilib olganmiz. Mana bot komponentini ishlatib bot obyektini token bilan yaratamiz. Token teng bot tokenga, ya'ni biz tokenimizni import qilib olganmiz. Default bot properties parse mod, ya'ni parse modga biz html beryapmiz. Shunda biz botimizda html taglaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak dispetcher yaratyapmiz. Dispetcherimizga qisqacha db deb nom beryapmiz. Dispetcher komponentini chaqiryapmiz. Storage, memory storage. Ya'ni dispetcher obyektini yaratamiz va unga memory storage beramiz. Agar sizda holat state ishlatilmasa, storyga berish majburiy emas, lekin ko'pincha kerak bo'ladi. O'shaning uchun saqlab qo'yapmiz. Buni ham yozib olyapmiz. Xo'p, bu dispetcherimizni chaqiryapmiz. Router ulaymiz. Bunda user router, ya'ni ichidagi barcha handlerlar dekorator bilan belgilangan. Shu dispetcherga ulangan bo'ladi. Endi dispetcher ularni ishlatadi. Demak, bot komandalarini o'rnatamiz. Bunda satr Telegramda bot uchun komandalar ro'yxati belgilangan. Foydalanuvchi Telegram chat oynasining komandalar menusida ularni ko'radi. Eslatma: agar Iogram 3 da bot command obyekti ishlatish ham mumkin, lekin tuple ham ishlaydi. Xo'p, bot degan komponentimizni chaqiryapmiz. Biz bot deb o'zgaruvchi saqlagandik bot komponentimizda. Set my command, bot commandni ham import qilganmiz va bu yerda komanda beryapmiz, ya'ni start komandasi. Start komandasiga, ya'ni kichkinagina kommentcha yozyapmiz. Ya'ni bu start komandasi nima qiladi? O'sha haqida foydalanuvchiga ma'lumot beryapmiz. Bu yerda aytayapmizki, start botni ishga tushiradi. Ikkinchisida help komandasiga comment yozyapmiz, ya'ni help komandasi yordam olish komandasi deb beryapmiz foydalanuvchiga. Info komandasiga ham comment yozyapmiz, ya'ni bu nima qiladi o'sha haqida ma'lumotcha yozyapmiz. Bu yerda foydalanuvchi haqida ma'lumot, bu info komandamiz foydalanuvchi haqida ma'lumot beradi. Mod komandamiz kayfiyatni baholaydi. O'shanga kichkina comment yozib qo'ydik va bu yerda print bot ishga tushmoqda. Bu konsolga xabar chiqaradi, debugging uchun foydali. Beshinchisida polling start. Demak, bu yerda polling boshlaymiz. Bu bot serverda yangi xabarlar kelishini tekshiradi va kelgan xabarni dispetcher orqali handlerlarga yuboradi. Ushbu pollingimiz va bu kodimiz, oxiridagi kodimiz Python fayli bevosita ishga tushirilganda
main bajariladi va asinxron main funksiyasini ishga tushiradi. Demak, bizda main.py faylimizda o'zgarishlar shular edi. Xo'p, keling endi handler yozganmiz, o'shalarni tushuntiraman. Bu yerda from deyapmiz, iogram frameworkidan router funksiyasini va filter funksiyasini import qilib olyapmiz. Iogram type frameworkidan message ni import qilib olyapmiz. From iogram filtersdan command import qilib olyapmiz va Pythonning standart kutubxonasi randomni import qilib olyapmiz va data type'ni import qilib olyapmiz. Demak, bu yerda routerga ham ta'rif berib o'taman. Router iogram 3 arxitekturasida handlerlarni guruhlash uchun ishlatiladi, modullarga ajratiladi. Bu yerda filter yordamchi obyekt. Demak, bu yerda text, foto, sticker kabi qisqa va o'qilish qulay filtrdir. Filtr hisoblanadi. Message nima desangiz, message xabar obyektini tipi handler funksiyalarida message deb yozamiz. Xuddi mana shu message deb yozamiz. Hozir aytayotganimiz. Command buyrug'i filter, start, help va hokazolar uchun ishlatiladi. Random modul bilan tanishganmiz Python asoslari kursimizda. Random moduli va data type moduli Pythonda standart kutubxonasi hisoblanadi. Xo'p, demak, user router deb router yaratyapmiz. Router import qilib olganmiz. Routerimizni chaqiryapmiz. Shu faylning barcha handlerlarini shu routerga bog'laymiz. Xo'p, start uchun handler yozyapmiz. Demak, bu yerda user router message command start. Bu dekorator user routerga start buyrug'i kelganda start command funksiyasini chaqirishni aytadi. Demak, asinxron funksiya yaratyapmiz. Start command uchun message haqida hozir gaplashdik. Bu message nima edi? Xabar obyektini tipi handlerlar funksiyalarida message deb yoziladi. Xuddi o'sha narsa. Await message unaware. Foydalanuvchiga javob yuborish uchun ishlatiladi. Bunda HTML parse mode ishlatilgani uchun HTML tagidan foydalanganmiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. F-strapdan foydalanyapmiz. Salom deyapmiz. Xuddi mana shu HTML tagi hisoblanadi. Ya'ni biz HTML tagidan foydalanyapmiz botimizda. Chunki biz bu yerda berib qo'ygandik. Ko'rishingiz mumkin. Parse mode HTML deb berganmiz. Endi biz botimizda har qanday matnni HTML taglar orqali chiroyliroq ko'rishga olib kelishimiz mumkin. Mana HTML tagi hisoblanadi bular. Xo'p, demak, bu yerda matncha yuborganmiz. Ya'ni start bosganda foydalanuvchiga matn yuboriladi. Bu yerda message from user first name. Bu nima desangiz, bu ya'ni botga foydalanuvchi start bosganda bot foydalanuvchining ismi, ya'ni Telegramda qo'ygan niki bilan salomlashadi. Xuddi mana shu narsa foydalanuvchining
nickini olib beradi bizga. O'shaning uchun ishlatiladi. Xo'p, handler, help handler bilan tanishamiz. Bu yerda ham router yaratyapmiz, komanda beryapmiz va help degan komanda yozyapmiz. Ya'ni help komandasi uchun bu help bosilganda xuddi shu handlerimiz ishga tushadi. Asinxron funksiya yaratyapmiz. Funksiyamizga help command deb nom beryapmiz. Message va message await message answer va bu yerda help bosilganda bizga botimizdagi mavjud komandalarda matn ko'rinishida chiqarib beryapti. Ya'ni bu yerda aytyapmizki, start botni ishga tushiradi. Ya'ni komandalarimiz haqida qisqacha ma'lumotcha yozyapmiz. Ya'ni help buyrug'i bosilganda botimizdagi barcha komandalar haqida ma'lumot beradi bu handlerimiz. Juda soddagina handler hisoblanadi bu. Va info handlerimiz. Bunda router yaratyapmiz. Message handler, message command, komandamiz info degan komanda yaratyapmiz. Asinxron funksiya yaratyapmiz. Funksiyamizga nom beryapmiz. Info command, message await message answer va bu yerda fstrapdan foydalanyapmiz. Fstrap deyapmiz, ism. Va bu yerda fstrapdan foydalanganimizdan so'ng HTML taglaridan ham foydalanyapmiz. Bu yerda message from user full name, foydalanuvchining to'liq ismi, first name, last name agar bor bo'lsa oladi. Buni HTML taglarining ichida yozyapmiz. Ya'ni B degani bold, ya'ni qalinroq, jирniroq matn chiqarib beradi bizga. Demak, ikkinchisi ID, foydalanuvchining IDsini olyapmiz. Bunda Kodi degan tag, ya'ni nusxa qilish uchun ishlatiladi. HTML tag hisoblanadi bu ham. Bu yerda message from user ID. Ya'ni xuddi shu funksiya orqali foydalanuvchining IDsini olyapmiz. Foydalanuvchi uning unikal Telegram IDsi adminlar uchun juda foydali hisoblanadi. Va data time. Bu yerda sana degan string yozyapmiz fstrap ichida. Data time, data today, strip time. Bu orqali biz bugungi sana, kun, oy va yilni chiqaryapmiz. Xo'p, demak, bunga yana ta'rif berib o'taman. Kodi tagiga olingan qism Montspec fontida ko'rinadi. It uchun yaxshi, ya'ni kopiya qilish uchun ishlatiladi bu. Endi mod buyrug'i mod komandasi uchun handler yozyapmiz. Endi router yaratyapmiz. Message command, ya'ni mod komandasi yuborilganda Telegram botimizga asinxron def asinxron funksiya yaratyapmiz. Mod degan komandaga beryapmiz. Message va mod degan ro'yxat list yaratyapmiz. Ro'yxatimizda hop 5 ta matnchamiz bor ekan. Bu yerda qiziqarli matnlar yozganmiz. Ro'yxatimiz ichida 5 ta matn bor. Await message answer random choice. Ya'ni bu random choice mod. Nima desangiz, tasodifiy bir javobni tanlab foydalanuvchiga yuboradi. Bu handler foydalanuvchiga kulgili va interaktiv javob beradi. Kurs uchun gamifik, qiziqarli. Demak, bu yerda ro'yxatimizda 5 ta matndan bittasini
olyapmiz random funksiyasi orqali, shu kodimiz orqali tasodifiy bittasini olyapmiz va foydalanuvchiga yuboryapmiz. Ya'ni foydalanuvchi mod komandasini bosganda bu yerdan tasodifiy so'zlarni birontasini olib va foydalanuvchiga yuboryapmiz. Ya'ni qiziqarli funksiya. Demak, oddiy matn xabarlar uchun handler yozganmiz. Bu yerda user router yaratyapmiz. Message f text, ya'ni yangi nima bu kodimizda. Endi bunga ta'rif beraman. F text nima desangiz, filtr faqat matnli xabarlar uchun, matnli xabarlar shu handlerga tushadi. Soddaroq qilib aytganda, masalan biz botimizga qanaqa xabar yuborsak, ushbu handler qabul qiladi. Ya'ni matnli xabar yuborsak, demak bu yerda asinxron funksiya yozyapmiz va funksiyamizga nom beryapmiz. Text handler degan va funksiyamizga message text degan o'zgaruvchi olyapmiz. Text degan o'zgaruvchiga message handler lower. Bu nima desangiz, barcha harflarni lower bilasiz, bu Python asoslari kursimizda ham o'tganmiz. Barcha harflarni kichik harflarga aylantirib tekshiruv osonlashtiradi. Masalan, salomni katta harfda yozish mumkin, oxirgi harfni katta harfda yozish mumkin. Hammasini kichik harfga o'giradi bu lower funksiyamiz. Ya'ni masalan, salom degan xabar yubordik botimizga. O'sha salom degan xabarni text degan o'zgaruvchiga saqlaymiz va bu yerda shart operatoridan foydalanyapmiz. If deyapmiz. Agar botga salom yuborilgan bo'lsa, tekshiryapmiz. In text, tekstimiz salomga teng bo'lsa, botimiz avoid message answer, ya'ni salom foydalanuvchi yuborgan salomga teng bo'lsa, salom qandaysiz degan matnni foydalanuvchiga yuboryapmiz. If aksincha aks holda, masalan, botimizga rahmat degan matn yubordi foydalanuvchi va biz foydalanuvchiga doim yordam beraman degan matnni yuboryapmiz. Bu yerda yana vaqt degan matnga ham kod yozyapmiz, to'g'rirog'i. Masalan, botimizga foydalanuvchi vaqt degan matn yuborsa, tekshiryapmiz. In text vaqtga teng bo'lsa va or soatga ham teng bo'lsa, time now, data time now, strip time, ya'ni hozirgi данный momentdagi vaqtni foydalanuvchiga yuboryapmiz. Bu yerda vaqtni olyapmiz, ya'ni data time modul orqali vaqtni format chiqarib olyapmiz va o'sha chiqargan vaqtimizni hozirgi vaqt time now, ya'ni time now degan o'zgaruvchiga saqlayapmiz va vaqtni chiroyli ko'rinishda hozirgi vaqt va hozirgi vaqt bilan sanani foydalanuvchiga yuboryapmiz. Ya'ni b html tagi orqali, ya'ni b journey ko'rinishga olib keladi matnimizda. Xo'p, else aksincha umuman boshqa xabar yuborsa, ya'ni bu yerda salom, rahmat, vaqt, soat degan xabardan boshqa xabar yuborsa botimizga foydalanuvchi, men sizni tushunmadim, lekin o'rganishga harakat qilaman degan matnni chiqaryapmiz. Demak, bugungi botimiz qisqacha shundan iborat. Hozir buni men ishga tushirib ko'rsataman. Xo'p, buning uchun keling, o'sha loyihamiz faylini simdida ochib olamiz. Virtual muhitimizni aktivlashtirib olamiz.
Onun uchun mynf scripts Visual Code Studio'mizda ham buni ishlatishimiz mumkin edi. Visual Code Studio'miz terminalimizda ham kodimizni run qilishimiz mumkin. Bizga qulay bo'lishi uchun SIMD'da ochib oldik loyihamiz papkasini va aktivlashtirib oldik va botimizni o'sha SIMD'da ishga tushiramiz. main.py Enter'da bosamiz. Mana botimiz ishga tushmoqda degan konsolimizga xabar chiqdi. Xuddi o'sha main.pydagi printdagi xabarimiz chiqdi konsolga. Botimizga kirib olamiz. Biz botimizga o'zgartirish qildik hozirroq. Botimizga rasm qo'ydik va nomini o'zgartirdik. Buning uchun bunga bosib More Manage botga bosib ustiga bosib rasm tanlab qo'yib olishingiz mumkin. Qiyin emas va bu yerda nomini ham o'zgartirib save ga bossangiz botning rasmi ham nomi ham o'zgaradi. Xo'p, botimizga start bosamiz. Mana ko'rib turibsiz. Salom. Bizda Telegram nikimizni nomini chiqarib berdi. Biz handlerimizda yozgandik buni. Yani start handlerimizda salom ushbu message from user first name orqali Telegramimizdagi userimizdagi nomni chiqardik va o'sha nom bilan biz salomlashyapmiz. Hozir xuddi shu matn bizga yuborildi start bosganimizda. Xo'p, help buyrug'ini berib ko'ramiz. Mana biz help buyrug'i uchun handler yozganmiz. Ushbu handlerimizdagi matn bizga yuborildi. Mana bu yerda aytib turibdi. Bot ishga tushirish start help ushbu yordam menusi info foydalanuvchi haqida ma'lumot berar ekan. Mod komandasi kayfiyatni baholaydi ekan. Demak biz info komandasini ishga tushirib ko'ramiz. Info komandasi ko'rib turibsiz, bizga ism, ya'ni bizning Telegramimizda qo'ygan ismimizni chiqaryapti. Ismimiz Jasur ekan va bizning Telegram ID'mizni chiqarib beryapti va hozirgi sanani chiqaryapti. Bugun 23-noyabr 2025-yil. Ajoyib. Bu info handler uchun handlerida yozilgan, oldini yozib qo'ygan javobimiz xuddi shu javobda Telegram botimiz bizga yuboryapti. Mana ko'rib turibsiz. Endi mod buyrug'ini beramiz, oxirgi komandamiz. Demak, siz hozir eng yuqori kayfiyatdasiz. Ya'ni bizning kayfiyatimizni baholab berdi. Mana biz mod komandasi uchun yozganmiz bu yerda matn o'shani chiqarib berdi. Yana bu yerda tanlashimiz mumkin, yana mod berishimiz mumkin. Siz eng yuqori kayfiyatdasiz. 2 marta berdi bizga o'shani. Ajoyib. Siz bugun motivatsiyaga to'lasiz. Ya'ni biz 5 ta matn yozganmiz mod degan ro'yxatimizga. O'sha 5 tadan bittasini tanlab bizga yuboryapti hozir Telegram botimiz. Xuddi o'sha handlerimiz bizga javob qaytaryapti. Endi oxirgi handlerimizni sinab ko'ramiz. Keling, bu yerda salom deb yozib ko'ramiz botimizga. Masalan, salom. Salom, qandaysiz deyapti. Mana biz salom uchun xuddi shu matnni yubor deb oldindan berib qo'ygan edik botimizga. Endi rahmat degan matnni ham o'qib ko'ramiz. Xo'p, biz qani qattiq hida qildik. Doim yordam beraman. Ajoyib, rahmat uchun biz yozgandik. Endi vaqt so'raymiz. Hozir vaqt
9:36 ekan soatimiz hozir. Endi soat ham deyishimiz mumkin. Chunki biz vaqt va soat yuborilsa, xuddi bizga mana shu matnni yubor degandik. Ya'ni soatni ko'rsat degandik. Agarda boshqa xabar yuborsak nima bo'ladi? Oxirgi nimamiz ishlaydi bizga else qismimiz mana shu xabarni bizga yuboryapti. Men sizni tushunishga harakat qilyapman. Xuddi shu matn. Xo'p, ajoyib. Keling, yana bitta header yozib ko'ramiz. Masalan, router yozamiz. User router message filtrdan foydalanib qiziqarli nima yozamiz? O'z header yozamiz. Masalan, keling, filter foto. Asinxron funksiya yaratamiz. Dev foto funksiyamizga nom beramiz. Foto deb message nuqta message va await message answer. Yuboramiz. Masalan, demak bu headerimiz nima qiladi desangiz, f foto, ya'ni rasmlar yuborilganda ishga tushadi. Message foto orqali rasm faylllari ro'yxatini olish mumkin. Har birida file it bor. Ya'ni bu filtrimiz hisoblanadi. Biz Telegram botimizga rasm yuboradigan bo'lsak, ya'ni filtrlaydi. Bizga rasm yuborilsa, xuddi shu headerga yuboradi, bizni yo'llaydi va bizga ushbu matn chiqaradi. Yaxshi surat. Ya'ni har qanday rasm yuborsak, botimiz ushbu matnni bizga yuboradi. Ya'ni biz filtr orqali filtrlab olyapmiz. Botga rasm yuborilyaptimi, stekermi, o'shani aniqlab yuborilgan xabarga, to'g'ri faylga biz javob qaytaryapmiz. Masalan, bu yerda steker uchun ham nima qilishimiz mumkin? Keling, shuni kopiya qilib olib, steker uchun qilamiz shuni. Buning uchun f bu yerda steker deymiz. Steker. Yaxshi steker. Ya'ni biz hozir botimizga rasm yuborsak, ushbu headerimiz ishga tushadi. Ya'ni filtr orqali botimizga yuborilgan rasmni aniqlab olyapmiz va ikkinchi headerimiz orqali steker yuborilsa botimizga, filtr orqali stekerda aniqlab olyapmiz. Yaxshi steker degan matnni yuboryapmiz. Bot qaytadan ishga tushiraman. Bot ishga tushdi. Demak, start. Mana bizni komandalarimizni
kommentariy ham chiqib keldi. Buni main.py deb yozgandik. Xo'p, endi keling botimizga stiker yuborib ko'ramiz. Masalan, mana ham stiker. Shu stiker yuborsak. Stiker o'zini yuborsak. Ana, ko'rib turibsiz, yaxshi stiker. Biz xuddi hozir yozgan xellarimiz orqali, filtr orqali botimizga yuborilgan ma'lumot turini aniqlayapmiz. Ya'ni biz hozir botimizga stiker yubordik. Ya'ni bu botimiz bizga aytayaptiki, yaxshi stiker deb xabar chiqaryapti. Keling, rasm yuborib ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Rasm, shu rasmni yuborsak. Yaxshi surat. Mana ko'rib turibsiz, xuddi hozir yangi yozgan xellarimiz orqali botimizga yuborilgan ma'lumot turini aniqlab, o'sha ma'lumot turiga masalan rasm yuborilsa, o'sha rasmligini bilib olyapti bot. Stiker yuborilsa, stikerligini aniqlab olyapti. Ya'ni filtr orqali o'sha ma'lumot turini aniqlab, o'shanga moslab javob yuborishimiz mumkin ekan. Xo'p, demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Botni yozib ko'ring. Holi bu boshlanishi, hali qiziqroq botlar juda ko'p bo'ladi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.